Aslida o'zini sevish qanaqa bo'ladi? Nega atrofdagi odamlarni bitta tanqidi ham sizni kayfiyatingizni buzib qo'yadi? Sen o'zing aybdorsan yoki yig'lamasliging kerak, bezorlik qilmasliging kerak, jim bo'lishing kerak, boshqalarga o'xshashing kerak. Yillar o'tadi va ota-onaning gaplari bolaning ichki ovoziga aylanadi. Ana endi o'zini sevmaslikni belgilari haqida gaplashamiz va bu darsimizni eng muhim qismi hisoblanadi. Qayerda yo'q deyishingiz kerak va qayerda ha deyishingiz kerak. O'zini sevish bu oynaga qarab men o'zimni sevaman deyish emas. O'zini sevish qanaqa bo'ladi? Yoki men o'zimni sevaman degan iboralarni oxirgi paytda juda ham ko'p eshityapmiz. Xo'p, aslida o'zini sevish qanaqa bo'ladi? Agar siz haqiqatan o'zingizni sevsangiz, nega atrofdagi odamlarni bitta tanqidi ham sizni kayfiyatingizni buzib qo'yadi? Yoki nimaga yo'q deyishga qiynalasiz? Nimaga hammani xursand qilishga harakat qilasiz u o'zingizni unutib qo'yasiz? Nega o'zingizga pul sarflashga achinasiz u, lekin boshqalarga ayamasdan pul ishlatasiz? Demak, muammo o'zini sevmaslikda emas, muammo bu o'ziga bo'lgan sevgini noto'g'ri tushunishda. Bugungi darsda biz nimani ko'rib chiqamiz? O'zini sevish aslida nima ekanligini va insonlar nima uchun o'zini seva olmayotganligi va aynan mana shu o'ziga bo'lgan muhabbatni bosqichma-bosqich oshirishni o'rganasiz. Men Barchinoy Panjiyevni 3 yillik tajribaga ega psixolog sifatida Orzular kaliti nomli kursimni o'tishim davomida ayollarga va qizlarga o'zini haqiqiy menini anglash, ichki tanqidchini yo'q qilish, emotsiyalarni to'g'ri tanib olish va uni sog'lom chiqarish yo'llarini o'rgatib kelyapman. Va bu kurs yordamida ayol va qizlarimiz ko'pgina natijalarga erishib kelyapti. Va endi darsga qaytadigan bo'lsak, o'zini sevish aslida nima? Xo'p, o'zini sevish, ko'pchilik o'zini sevish, o'zini maqtash yoki faqat o'zini o'ylash deb tasavvur qiladi. Aslida esa o'zini sevish bu o'zingizga qanday munosabatda bo'lishligingizni anglatadi. Tasavvur qiling, sizning eng yaqin dugonangiz xato qildi va siz unga sen o'zing aybdorsan yoki sen o'zing qo'lingdan hech nima kelmaydi yoki bo'lmasam sen shunaqa yomon bo'lganing uchun shunaqa xatolar qilyapsan deb ayta olasizmi? Yo'q, ayta olmaysiz. Nega unda bu gaplarni har kuni o'zingizga aytish orqali holatingizni yomonlashtiryapsiz? O'zini sevish mukammal bo'lish emas. O'zini sevish xato qilganda ham o'zini inson sifatida qabul qilish hisoblanadi aslida. Xo'sh, nega unda biz o'zimizni seva olmaymiz? Bola dunyoga kelgan paytda u o'zini yomon ko'rmaydi. O'zini qanday bo'lsa, shundayligicha to'liq qabul qilgan holatda dunyoga keladi. Lekin vaqt o'tishi bilan uni xarakteri shakllanayotgan vaqtda kattalar tomonidan yig'lamasliging kerak, bezorlik qilmasliging kerak, jim bo'lishing kerak, boshqalarga o'xshashing kerak yoki bo'lmasam sen qachonki yaxshi bo'lsang, biz seni shunda yaxshi ko'ramiz degan fikrlarni berib, uni ong ostini programmalashtirib qo'yadi. Natijada bola shunday xulosaga keladi. Demak, meni o'zimni borimcha emas, ma'lum bir qanaqadir shartlar orqali sevish mumkin degan xulosaga keladi. Yillar o'tadi va ota-onaning gaplari bolaning ichki ovoziga aylanadi va uni ulg'ayganda ham hech kim tanqid qilmasa ham, ich-ichidan u o'zini har doim tanqid qilib, holatini yomonlashtirib boraveradi. Xo'p, ana endi o'zini sevmaslikni belgilari haqida gaplashamiz va bu darsimizni eng muhim qismi hisoblanadi va bu qismida aynan biz o'zini sevmaslikni ildizi nima ekanligini bilib olamiz. Birinchi belgimiz bizda boshqalarning fikriga haddan tashqari bog'liq bo'lib qolish, o'zini boshqalar bilan solishtirish, yo'q deya olmaslik va yutuqlarni kichraytirish, dam olishni dangasalik deb hisoblash, hammani rozi qilishga urinish, xato qilganingiz uchun o'zingizni uzoq vaqt ayblash, bu bularni barchasi o'zini sevmaslikni yaqqol belgilari hisoblanadi va bularni barchasi bitta ildizdan oziqlanadi. Ya'ni men foydali bo'lsamgina sevilaman degan fikr aslida mana shu belgilarning ildizi hisoblanadi. Ana endi biz o'zimizni qanday sevishni o'rganamiz. Birinchi o'rinda biz ichki tanqidchini pasaytirishimiz kerak bo'ladi va kun davomida o'zimizni kuzatib yurishimiz kerak. Ya'ni biz nimalarni his qilyapmiz, qaysi gaplarni tez-tez aytyapmiz o'zimizga. Aynan mana shularni aniqlashni boshlashimiz kerak bo'ladi. Ana endi sizga vazifa kun davomida o'zingizga eng ko'p qaysi gaplarni ishlatasiz? Agar bu gaplarni birorta yaqiningizga aytganingizda u qanday qabul qilardi? Agar bu gaplaringizdan xursand bo'lsa, demak bu yaxshi. Agar u odam xursand qiladigan gaplar bo'lmasa, kuzatib ko'ring-chi, demak bu sevgiga, muhabbatga bog'liq bo'lmagan gaplar hisoblanadi. Va bu gaplarni yozib chiqib, o'zgartirishni boshlashingiz kerak. Ikkinchisi, hissiyotlarni inkor qilmaslik. Ya'ni aynan hozir yig'lamasligim kerak, hozir o'zimni tiyishim kerak, hozir o'zimni bosishim kerak emas. Hozir xafaman, hozir qo'rqyapman. Hozir jahlim chiqyapti. Hozir nimadir xato ketyapti degan emotsiyalarni aniq tanib olishni o'rganishni boshlashingiz kerak. Va keyingi o'rinda chegaralaringizni aniq belgilab olishingiz kerak.
Ya'ni bu qanday bo'ladi? Qayerda yo'q deyishingiz kerak va qayerda ha deyishingiz kerak. Agar ha deb qo'yib o'zingiz qiynaladigan vaziyatga duch kelsangiz, demak bu yerda sizni chegarangiz buzildi. Va uchinchisi, chegaralarni aniq belgilab olish. Bu qanday bo'ladi? Sizni chegarangiz qayerda tugab, boshqalarning chegarasi qayerda boshlanayotganini aniqlab olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni buni aniqlash uchun birinchi o'rinda nimani xohlaysiz, nimalarni xohlamaysiz, nimalarga ha deysiz, nimalarga yo'q deysiz. Mana shu narsalarni anglab, bilib olishingiz kerak bo'ladi. Ana endi muhim 4-qadamimiz siz o'zingizni faqat natijalaringiz bilan emas, shunchaki inson sifatida qadrlashni o'rganishingiz kerak. Bu qanday bo'ladi? Sizni qadriyatlaringiz ish haqi bilan, topayotgan pulingiz bilan yoki diplomlaringiz bilan yoki odamlarning maqtovi bilan o'lchanmasligini anglab olishingiz kerak bo'ladi. Ana endi sizlarga bitta amaliy mashq beraman. Daftarni olib, quyidagi savollarni yozishni boshlang va ularga javoblarni ham yozib chiqasiz. Birinchi savolimiz bizda: kun davomida o'zingizga eng ko'p qaysi salbiy gaplarni aytasiz? Bu birinchi savol. Ana endi ikkinchi savolga o'tasiz. Ikkinchi savolda bugundan boshlab o'zingizga qaysi shirin va mehribon so'zlarni aytishni boshlaysiz va buni ham daftarga yozib chiqasiz. Xulosa qilib aytganda, o'zini sevish bu oynaga qarab men o'zimni sevaman deyish emas. O'zini sevish bu og'ir kunlarda ham hech qachon o'zini tashlab qo'ymaslik hisoblanadi. O'zini yomon so'zlar bilan tanqid qilmaslik, o'zini kichraytirish bilan o'lchanmaydi. O'zini sevish bu bir kunda paydo bo'ladigan hissiyot emas. Har kuni qilinadigan kichik qadamlar natijasida paydo bo'ladigan natija hisoblanadi. Agar bu darslik sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalimga obuna bo'ling va izohlarda bitta savolga javob bering. Bugundan boshlab o'zimga nisbatan nimani o'zgartirishni tanlayman? Mana shu savolga javob yozib ketishni unutmang. Keyingi darslarda yana uchrashamiz.